Necha bo'yi? Ha? Bo'yi 1 metrdan baland ekanmi? Pauza bosma. Mana bu qo'zi qo'chqor 1 metrdan baland, 1.2, 1.3 qot yemli turmagan qirg'izistonlik do'stimiz gapirgan ekan. Shunga javoban aytamiz. Kelsang mehmon qilib yuboramiz. Men sen menga telefon qilganingda so'raganman. O'zi arashanni chiykansan, ko'rdim. Arashani umuman o'zing meni tushunmasang kerak. Arashan boqadigan halol insonlar juda ko'p. Prosta ularning ichidagi mashinalarga tegishtirib gapirganmiz. Arashan qanaqa paydo bo'ladi deganimda, sendan so'raganman. Sen o'zing do'dirab qo'ygansan, savolga ham javob bermagansan. Meni yonimda vodiylik mehmonlar bor edi, eshitishgan. Ana gapdan qochgansan. Har bitta gapingga javob ham bera olmaysan. O'zbekistonga kelsang mehmon qilamiz. Keyin biz qo'y sotadi yo debsan. Biz qo'yga qiziqamiz. Qo'y o'z vazifasi bor. Ya'ni qurbonlik uchun yaratilgan, zot uchun ozgina qo'shilishi mumkin, lekin sen aytayotgandek bir 20-30 ta mashinaga tegishli. Lekin arashan yaxshi boqadigan insonlar ham bor, lekin kam. Tushunsan? Men o'zim mashinalar bilan kurashib yuribman. U sen ularga qo'shilib olgansan shekilli. Qisqasi, O'zbekistonga kelsang o'zim senga osh olib beraman. Aytdi, mehmon qilib yuboramiz. Faqat har bitta gapni o'ylab gapirish kerak. Anaqa bratishki, tushundingmi? Qo'y sotadi, bo'y sotadi deb gapiribsan. Seni kallang emas men bilan birinchidan suhbat qilish. Fakt bilan gaplashaylik. Qo'y arashan afg'on bilan Hisoridan chachishgan. Sun'iy intellekt yozsang ham chiqib keladi. Men o'shanga afg'on bilan Hisorni qo'shib qo'yib zotini olma. Ya'ni arzimagan qo'zi debsan, xuddi shu qo'zini mana shu qo'zi mana shu qo'zi. Senga bersam hozir arashan deb sotasan. Keyin bizning qo'ylarimiz o'zi keladi, ko'rdingmi oldimizga mana. Mehr beriladi. Biz qo'ydan soqa qilmaymiz. Hop, savol bor. Qo'y o'zi vazifasi nima aytdi? Mendan katta ukalarim bor. Savolga javob beramiz qani. Bismillah. Murod aka, mana dindan salbal xabaringiz bor. Mendan qara kuchlisiz. Qo'y, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'y o'zi aslida har bitta hayvon inson uchun nimadir uchun yaratilganda. Masalan, ot musobaqalarda yutadi, oldin jangchi bo'lgan ot vashli boshqa tegmadi, seriozniy tegma. Masalan, lochin uchadi, baliq suzadi. Qo'y bo'pti, ana go'sht demasa yo zot ekan. Bo'lmasam sizlar musobaqada nima tarozga olib chiqasanlar qo'y. 230 kilo, 240. Chunki tarozda baholaysanlar. Sizlarchi go'shtga hisoblaysanlar. Shuning uchun vijdona o'zimizni aldamaylik. Bu yerda aql ishlaydigan insonlar ham ko'p. 100 ming dollarga qo'y olgandan ko'ra 100 ta qo'y olib beraman 100 ming dollarga. Dahshatini. Shuning uchun ana o'zimiznikini bir ikkita sotqinlar bor. O'shalar bilan kelishib mashinalik qilayotgan 15-20 ming dollardan qo'y sotayotgan. Men o'shalar bilan kurashyapman. Xalqqa aldamalaringni olman, bo'ldi. Bu yerda men qanaqadir manfaatim yo'q. Nima bo'lsa mana xalq bo'ladi, men xalq bilanman. Aka, qo'y gap cho'zdim. Qo'yin tez gapirib berasiz faqat. Inson uchun qo'y nima uchun yaratilgan? Inson uchun nima uchun yaratilgan? Bular ne'matdek bular. Shu tarixdan ham olib qarasak, shu Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo tomonidan berilgan sinov bo'lgan. O'shanda farzandlarini so'ymoqchi bo'lib turganlarida Alloh jannatdan qo'y ato qilgan. Endi hammasini olib kelib yig'ilsa, tegida nima bo'lyapti? Insonlar uchun ne'mat bo'lyapti. Shu hozir agar shu farz bo'lib qolganda, shu har bir inson bolasini so'yish kerak bo'lib qolganda nima bo'lardi? Mana shu qo'ylarni bizning farzandlarimiz o'rniga Alloh bir ne'mat qilib bergan. So'yiladi, yeymiz, ko'payadi. Mayli ko'paysin, nasl olinsin, yaxshi nasllar olinsin. Lekin hamma narsa merosi bilan bo'lsa, shu ommabop, oddiy xalq ham entikib qolib, ololmay qolib, armon bo'lib, shani aytganingdek kimlar uylarni sotmasin. Biz yoshlikdan o'zimizdan Hisor qo'ylarni boqqanmiz, baraka topganmiz, qo'yda baraka bor, boqaverish kerak. Faqat buni unaqa mamlaq qilib yuborish kerak emas. Bo'lmasam Pokistondagi bo'lib qolamiz, sigirligi sig'inib ketib qolishgan-ku. Xudo asrasin unaqa narsalardan. Hammasi yaxshi, prosta shu o'zini merosida bo'lsa yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin, sizning ham qo'ralaringizga baraka bersin. Men ukamizdan 2-3 ta soluqlari bor ekan, ukalarimizga yoqqan ekan. Mana o'zimizning yaxshi mesni Hisor soluqlardan olishdi. Afg'onlar ham bor ekan ichida. Necha pulga oldingiz aka mendan soluqni mana? Bo'g'oz soluq oldilar. Necha pulga oldingiz? 750 860. Mana Xudo turibdi tepada. 750 dollar. Bozorga olib chiqsam ham shunaqa sotadilar. Bozordan kelib chiqib, yaxshi soluqli 750 dollar, 860 dollarga sotilgan. Bu bekitadigan narsa emas. 5-6 ming dollar emas. Qisqasi biz xalq uchun ishlaymiz, xalq uchun harakat qilamiz. Kimgadir yoqsa yoqmasa ularga o'xshab yig'lasharmidik deydi. Men o'zim 15 millionga ikkita zo'r qo'chqor berdim. Haqiqatdan dumba razrezlari, kallalari hozir Xudo xolasa bir Sherzod o'ziga tashlayman. Agar nima qilsa istoriya qilib qo'yadi.
qo'chqorlarni ko'ringlar. Men o'zim ham faqat interyeriga qarayman. O'zimizning местный qo'y bo'lsa ham, lekin interyeriga qarayman har doim. Hamma joyga kelgan qo'y har doim qadrli bo'ladi. To'g'ri, toshiga hisob bo'lmasligi mumkin. Bozorda 80 ming so'mdan, 85 ming so'mdan berayotgan qo'ydek bo'lmasa 100 ming so'm tushishi mumkin, misol uchun. 75 kilo chiqqan qo'y 7,5 million bo'lishi mumkin, lekin tavoz to'yib. Undan yaxshi bola oladi. Qo'yni zinachit vazifasi inson. Sen o'zing aytayotganingdek, yaxshi afg'onlarga xudo xolasa qo'shsa, Alloh nasib qilsa zo'r bola tushib qolsa, Yo tushgan biz. mana yaxshi bo'ladi xudo Isboti ham xolasa. bor mana shu yerda. Sizlar olgan qo'chqorlarimiz bilan bulardan oldin sog'liq. Xudo xolasa yaxshi nasl olamiz. Qarasham bo'lmasa ham bizga Hamma ko'rganda chorvasiga ko'z baraka o'rnatadi. bersin, mayli. Sizni ham Chorvada qo'ralaringizga baraka bor. chorvangizga baraka bersin, Sherzod. Sog' bo'linglar Alloh aka. xayrli baraka bersin. Qo'yda baraka bor. Charchamanglar, tak bo'lish deydi. Ani bolaga jo'natib qo'yinglar shu videoni.